Şimdi profesyonel jangda urushgan sportchilar bilan bo'libdi. Malakchi, mana chiroyli natijalar qilibdi. Mirvali boshchiligida mana borib, Mirvali Biyodiy sportchilarni olib chiqyapti. Mana yaxshi natijalar qilishyapti. Oybek Biyodiy bo'ldi. Mana ertangi futbolga bolalar qaytishyapti. Kuch birlikda hammamiz birgalikda harakat qilsak, xudo xolisa yaxshi natijalar bo'ladi. Kim chempion bo'lib turibdi? Abbos chiq. Taqdir Abbos. Mana shunaqa natijalar davomiy bo'lsin, xo'pmi? Davomiy bo'lsin. Dastur uchun. Dastur uchun bo'lsa, Ruslan, nokaut. Sana kelajagi Tailandda, universitetda emas. Lekin harakat qilib, yomon emas. Hamma jamoamiz nomidan seni tabriklaymiz. Bu ham davomiy bo'lsin. Xudo xolisi kelajakda bundan ham yaxshi o'rinlarni olaver. Muhammadaliyev Abdulaziz, birinchi o'rin. Video bugün bayram ekanda. Yaxshi, malades, harakat qilib. Nabiman Noy, shu Bar sport klubidan hamma jamoamiz nomidan Abdulaziz tabriklaymiz, kuch birligi. Hamma bitta kemaga ketamiz. Mana shu kema kapitani men bo'lsam, birgalikda hammamiz birgalikda ketamiz. Kema cho'ksa, hammamiz birgalikda cho'kamiz. Agar kemada hamma mana shunaqa ishtiyoq bilan tursalaring, Xudo xolasa hamma yaxshi natijalarni birgalikda qilamiz. Xudo xolasa harakat qilinglaring. Xudo xolasa bittalarni ham keyin to'liq taqdirlaymiz. Ixtiyorlar mana 4-da urishadi. Xudo xolasa ixtiyor sanga yo'lini sovg'alarimiz bo'ladi. Yaxshi natijadan avvalambor sovg'a emas, avvalambor yutuq. Komanda Oybek bilan Mirvali birga ketadi san bilan. Xudo xolasa yaxshi natijalar qiling. Hammaga omad, malakchi, hammani g'alabasi bilan tabriklayman.